Nafaqat O'zbekistonda, mintaqada eng og'ir operatsiyalardan biri bu ko'p qon ketish bilan, qiyinchilik bilan, qo'shni organlarga ta'siri bilan kechadigan o'smalar bor. Erkaklarda ko'proq uchraydi, lekin ayollarda ham uchrab turadi. Bu angiofibromlar. Bolalarda uchraydigan angiofibromlar. Yunishevskiy angiofibroma deyiladi. Bu o'smalarni nafaqat olish qiyin. Hozirgi kungacha tashxis qo'yish ham qiyin bo'lgan, lekin hozirgi kunga kelib, Xudoga shukr, buni tashxisini, olish usullarini va to'g'ri olish, olgandan keyin ham invalidnost qilmasdan, olgandan keyin ham reabilitatsiya holatlarini bir haftalab, 10 kunlab, bir oylab yotadigan qilmasdan olinish usullari, ya'ni endoskopik olish usullarini yo'lga qo'yganmiz. Oldin bu operatsiyalar tashqi kesuv bilan, ya'ni mana bu holatda yuz bo'lsa, yuzni tashqaridan skalpelda kesish bilan, mur deymiz, denker deymiz, shu usullarda qilingan va bu jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan yoshlarda yuzida chandiq bo'lgan umrbod. Mayli, nafaqat chandig'ida o'zi bo'lgan, yuz suyaklari deformatsiyaga uchragan. Natijada operatsiya bo'lgandan keyin 1 yildan keyin, 2 yildan keyin qarasangiz, yuzi orqaga botib qolgan, cho'kib qolgan, shunaqa holatlar juda ko'p uchragan. Va hozirgi kunda ham ba'zi bir viloyatlarda qilinib kelmoqda. Invalidlar bo'lib qolmasdan jarrohlik amaliyoti paytida va operatsiya paytida ko'plab qon ketish bilan boryapti. Ya'ni 1 litr, 1,5 litr, 2 litr va og'ir holatlarga ham tushib qolayotganlar bor va o'layotgan kasallar ham bor, yo'q emas. Bu holatda nima ish qilindi? Angiofibromani to'g'ri tashxis qo'yish birinchisi. Undan tashqari nima ish qilindi? Undan tashqari endoskopik usulda olishni yo'lga qo'yildi. Bizni Profmed servis klinikamizda endoskopik olish usuli 2017-yildan boshlab mintaqada birinchilardan bo'lib bu olish usullarini boshlaganmiz. Ya'ni kamerada kirib, narkoz bilan, yuzida chandiq qoldirmasdan, ko'p qon ketkizmasdan olish usullarini boshlaganmiz. Va bu hozirgi kunga kelib, adashmasam 60 dan oshdi bu keyslarimiz, bu jarrohlik operatsiyalarimiz. 60 dan oshiq jarrohliklarni o'tkazib, yaxshigina tajriba qildik va bu borada ilmiy ishlar ham boshlangan. Angiofibromani yuzni kesmasdan, endoskopda ko'p qon yo'qotmasdan burun ichi orqali, ya'ni burun teshiklari orqali operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan va bu bo'yicha ilmiy ishlar boshlangan. Dunyo tib jurnallarida ilmiy maqolalar chiqarganmiz va hozirgi kunda yana bu usulda ishlab kelmoqdamiz. Hozirgi kunda 100 gram, 200 gram, maksimum 300 gramgacha qon ketish bilan bormoqda bu jarrohlik amaliyotlari. Oldin boshida boshlaganimizda 500-600 gram, 1 litrgacha ketardi, hattoki endoskopda qilsak ham. Lekin hozirgi kunga kelib bu operatsiya vaqti, jarayoni, qon ketishi ancha kamaygan. 100-200 gram qon ketishi bilan bu jarrohlik amaliyotini bajarishni yo'lga qo'yganmiz. Va shu bilan birgalikda yuzni kesmaymiz. Kameralarda qilamiz. Operatsiyadan keyin oylab reanimatsiyalarda yotmaydi. 70-80% holatlarda qon ham quymaymiz. Ya'ni o'sha 200-300 gram qon ketish yo'li bilan bu jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib olyapmiz. Bu o'smani, hatto kichkinasi ham juda og'ir qon ketish bilan kechadi jarrohlik amaliyotlarida. Aynan Profmed servis klinikasida mana shu jarrohlik amaliyotlarini birinchilardan bo'lib 2017-yili Hind ustozimiz bor, professor Janak Kiram deyiladi. Buni O'zbekistonga taklif qilib, birinchi bor bu operatsiyani endoskopda kamerada olish yo'llarini bajarganmiz. Va bu ustozimiz kelib bizga qanaqa qilib to'g'ri usullarini, yo'llarini hammasini o'rgatib ketgandan keyin mana 7-8 yil bo'lyapti, 7 yildan oshdi. O'zimiz Profmed servis komandasi bilan birgalikda, shogirdlarim, assistentlarim bilan birgalikda qilib bormoqdamiz. Va natijalarimiz zo'r. Qon ketishi kam, operatsiya jarrohlik amaliyoti vaqti kam. Oldin boshida boshlaganimizda 8 soat, 10 soatlab qilgan bo'lsak, hozirgi vaqtga kelib 2-3 soatda qilib chiqib ketyapti. Hattoki o'smani hajmi katta bo'lsa ham va o'smani
o'sish holati miyani ichiga o'sib kirgan bo'lsa ham, burunni ichidan miyagacha o'sib kirgan bo'lsa ham, bu jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'yganmiz, olishdi. Hammasi endoskopda bir vaqtda o'zida ham lor vrach kerak bo'lsa neyroxirurg birgalikda bu o'smalarni olishni yo'lga qo'yganmiz. Mana masalan oxirgi keyslarimizdan bir oy bo'lmadi, eng katta operatsiyalarimizdan bir oy bo'lmagani, bir hafta burun ham oldik. Lekin eng og'ir keyslardan hatto Hindistonga chiqishdi, biz tashxis qo'yib berganimizdan keyin Moskvaga chiqishdi, Hindistonga chiqishdi. U yerda taklif olishdi. Nafaqat narxi hisobidan yoki moliyaviy ancha yuqori bahodaligidan tashqari o'lib qolishi mumkin. Hindistonda ham, Moskvada ham xuddi shu javobni olishdi. Ya'ni operatsiya paytida qon ko'p ketishdan o'lishi mumkin bo'lgan kasalni operatsiya qildik. Xudoga shukr, yaxshi chiqdi. 4,5 soat atrofida operatsiya qildik. Qon ketishi ko'p bo'lmadi. 400 gram atrofida qon ketdi va o'q tomirdan buni anatomik holati shunaqa ediki, o'q tomir turgan bo'lsa, ya'ni sonna arteriya deymiz, sonna arteriyani qamrab olgan o'sma edi. Va jarrohlik amaliyoti paytida o'q tomiriga bir necha bor tekkan edik. Xudoga shukr, tajribamiz borligi uchun, Xudoyim yo'limiz ochgani uchun eson omon qilib oldik. Hattoki biz kasalni ogohlantirganmiz, operatsiya ichida qon ketsa o'q tomirdan yopib chiqishimizga to'g'ri keladi. Qon tomirda. Bu esa o'z navbatida insultga olib keladi deb kirgitganmiz. Operatsiyadan oldin bemorda ikkita ko'rish, bir tomonini ko'zini pasayishi va bosh og'rig'i bo'lgan. Ko'rib tashxis qo'ygandan keyin o'smani miyani ichigacha o'sib, o'q tomirda atrofida joylashganini bilgandan keyin ogohlantirganmiz. Operatsiyadan oldin har xil bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni tushuntirganmiz va uydagilari bu bizni bergan tavsiyamizga qoniqibgina qolmasdan Moskvaga jo'natishdi. Kasalni tarixlarini, danlilarini hammasini shu bilan birgalikda Hindistonga jo'natishdi. Hindistonda ham bitta ikkita mutaxassislar ko'rgandan keyin, Moskvadagi mutaxassislar ko'rgandan keyin ular ham xuddi shu xulosani berdi. Ya'ni jarrohlik amaliyotlarini ichida kasal birinchi navbatda insult olishi mumkinligi, qon ketishini to'xtata olmasak, agar o'q tomirdan kasal o'lib qolishi mumkinligini ham hattoki aytilgan edi. Profmed Servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed Servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Bemorning qarindoshlari bunga rozi bo'ldi. Rozilik xatlarini olingandan keyin tajribamizga asoslangan holatda Profmed Servis komandasi bilan birgalikda ishni boshladik va 4,5 soat davomida 4-5 kishi komandadan iborat jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Qon ketishi ko'p ketmadi. 400-500 gram qon ketdi. Yarim litrga bormadi. Hattoki biz kutganimiz 1 litrgacha bo'lishi mumkin. Va jarrohlik amaliyotini ichida ham qon qo'yishimiz mumkin deb kutganimiz bo'lmadi. 400 gram atrofida qon ketdi. Shu bilan kasal insultdan bo'lmadi, Xudoga shukr. Operatsiya ichida o'lmadi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Va chiroyli natija bilan chiqa oldik. Ko'z ikkita ko'rishi joyiga tushdi. Keyingi ko'zi yaxshi ko'rmaydigan ko'zi yaxshi ko'rib bordi. Bemor 4 kunda klinikadan ruxsat berildi. Ya'ni vyipska qilindi. Eng qiziqarlisi, O'zbekistonda ko'rgan har bitta doktor, neyroxirurg bo'lsin, onkolog bo'lsin, lor bo'lsin, buni O'zbekiston sharoitida qilish mumkin emas deb xulosa berildi. Bu kabi og'ir operatsiyalarni, ya'ni burun halqum o'smalari, angiofibromlarni Profmed Servis komandasida shogirdlarim bilan,
yana doktorlarimiz komanda a'zolari bilan birgalikda bundan ham og'ir bemorlarni operatsiyalarini yo'lga qo'yganmiz. Mabodo sizda shu kabi o'smalar bo'lsa yoki sizga angiofibroma tashxisi qo'yilgan bo'lsa yoki sizga adenoma gipofizi tashxisi qo'yilgan bo'lsa, komandaga murojaat etishingiz mumkin. Profmed Servis professional shifokorlar jamlami.